Salom do'stlar, bugun siz bilan aviatorda o'ynash qoidalarini ko'rib chiqamiz. Ushbu video darsimizda ko'rsatilgan barcha koeffitsiyentlar faqat misol tarzida keltirilib, sizning shaxsiy o'yiningiz uchun qo'llanilmaydi. Demak, mana bu yerda bizning umumiy hisobimiz. Hisobga kiritgan summa va yutib olingan pulimizning barchasi shu umumiy hisobga tushadi. Pastdagi bu stavkalar tarixi. Masalan, avval qanday koeffitsiyentlar bilan o'ynagan bo'lsangiz, hammasi shu yerda saqlanib qoladi. Xo'sh, o'yin o'ziga o'tsak, pul tikish tugmasining yonidagi ko'rsatilgan summani o'chirib tashlab, xohlagan summani kiritsak bo'ladi. Misol uchun 20 ming so'mni kiritib, pul tikish tugmasiga bosamiz. Samolyotimiz uchayotgan vaqtida pulni olish tugmasi turadi va biz hozir 1.40x ta pulimizni yechib olsak bo'ladi. Agar mabodo nimadirni noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz yoki o'yinni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, samolyot hali uchmasdan oldin bekor qilish tugmasini bosamiz. Yana eng muhimi, bizda avto tugmasi ham bor. Avto tugmasiga bosib, pastdagi avtopul olish tugmachasini bosamiz va 1.30 ni belgilaymiz. Bu holda bizning samolyotimiz avtomatik tarzda aynan shu 1.30x ta pulni o'ziga yechib oladi. Ya'ni siz har safar pulni olish tugmasiga bosishingiz shart emas.